Akalar, bu narsani ko'rsatmasam bo'lmaydi. To'g'risi ko'rganimda g'alati bo'lib ketdi. Ko'zlarimga yosh kelib ketdi. Aka, ko'rsang. Mana video qo'yganmiz 1 yil oldin. Aka, kiring qo'ygan akaga kommentariyasiga kiring. Kommentariyaga qaranglar. Bu akamiz mana. Niyat qilgandik. Qashqadaryodan keldilar. Toshton qishloq, Qashqadaryo. Esingiz, komment yozgan ekanlar videoga. Men ham olaman, yig'ishni boshlaganman, oz qoldi deb. Akalar 1 yil oldin bugun kelyaptilar o'sha. Yig'ib, pulni yig'ib texnikani 08 kubaligini olib ketyaptilar. Amakim bilan kelganman. Tog'a. Bunaqa niyat qilib, bunaqa olganlarni ham bir o'ziga xos nimasi, mazasi bor, to'g'rimi? Pulni yig'ib, rosa mehnat qildim dedingiz-a, lekin So'ramang. g'itchalab yig'dim dedingiz-a, pulni gap bo'lishi mumkin emas. Hammaga nasib qilsa shunaqa ana shunda baraka bor-da, aka. Ana shunda texnikani yana ham umri uzoq bo'lishiga sababchi bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana shunaqa niyat qilib qo'ygan, puliga o'tgan akalar bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar, izohlarda fikringizni qoldiringlar.